Bugün ciddi yig'in ochimiz. Kompartiyaning Ozodlik armiyasi Gansu bilan Ningshani ishg'ol qilib, Xeshi koridori orqali Shinjongga kelyapmoqda. Ular sizlarni, albatta bizni talto'kis yo'qtidi. Bizni qandoq yo'qtidi? Ular bizning kallamizni olamda. Undaq oson ish yo'q. Ular sizlarni puhralarga topshirib beradi. Puhralar bir-birlab go'shinglarni shilib, oldirmay jininglarni oladi. Mening zaminimdagi puhralarning menga cheqilishiga haqiqatli ishonmayman. Ular jinidan to'ygan bo'lsa, qani shunda qilib baqsin. Ular albatta hozir unda qilmaydi. Lekin kompartiya ularga yantayoq bo'lib bersa, ularning qo'lidan har balo keladi. Yanada ishonmayman. Bizning yurt boshqa joylarga o'xshamaydi. Mayli qaysi davrning xollari bo'lsin, bizga tayinib yurt so'rab kelgan. Ching sulolasi og'dirilgandan keyin Yang Zingshin keldi. Yang Zingshin ketib, Jing Shuren, Shing Shisai, ondan Gomindan keldi. Xonadonlik bir qancha qaytim almashgan bo'lsa-mu, lekin bey yanali xo'jayin. Dehqonlar yanali qul bo'lib kelyapti. Kompartiya kelsa o'zgarib qoladimi? Meningcha mumkin emas.